Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, tarix faniga qiziquvchi yoshlar. Bugungi suhbatimiz Buxoro amirligida yer-suv munosabatlari mulkchiligiga bag'ishlanadi. Shuni aytishimiz kerakki, o'sha davrda Buxoro amirligida yer-suv munosabatlari asosan 3 xil shaklda bo'lgan. Bular birinchisi davlat yerlari, ikkinchisi xususiy mulk yerlar va uchinchisi vaqf yerlari. Shuni aytish kerakki, davlat yerlarida to'qaylar, suvsiz yerlar, toshloq yerlarga ko'chmanchi qabilalarga berilgan bo'lib, u yerda foydalangani uchun ulardan xiroj solig'i olingan va shuning bilan birga u yerlarni sotish, sotib olish va almashtirish mumkin bo'lmagan. Davlat yerlarining ikkinchi qismi davlat oldidagi xizmatlariga amaldorlarga beriladigan yerlar bo'lib, ular bu yerlardan foydalangani uchun hosilning xiroj solig'ini to'laganlar va uchinchi qismi bo'lib, bu dehqonlarga beriladigan ijara yerlari asosan daromad soliqlari ana shu yerlardan tushgan. Endi undan tashqari vaqf yerlari ham mavjud bo'lib, vaqf yerlari masjidlarga, madrasalarga, qabristonlarga, xonaqalarga berilgan yerlar bo'lib, ular hech qanday soliqlarga tortilmagan va undan tushgan daromadlar o'sha yerda faoliyat yuritadigan mudarrislar, talabalarga maosh qilib berilgan. Xususiy mulk yerlarida esa davlat amaldorlariga berilgan yerlar bo'lib, u maxsus katta xizmatlar uchun berilgan yerlar va u yerda hech qanaqangi soliq tortilmagan. Chunki ular davlat oldida o'ta katta jasorat va qahramonlik ko'rsatganliklari uchun berilgan yerlardir. Shu bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.